Hurmatli do'stlar, mana bu studiya O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining o'quv xonasi, laboratoriya desak ham bo'ladi. Bu yerda, bu studiyada ko'plab turli xil ko'rsatuvlarni talabalar tayyorlaydilar. Bu yerda turli sohadagi talabalar yetishib chiqadi. Shu munosabat bilan bugun Osiyo Transgaz tashkiloti mas'uliyati cheklangan Xitoy O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan mana shu studiyani yanada boyitish, jihozlash uchun juda ko'plab uskunalar, jihozlar olib kelingan. Xayriya tariqasida ular bugun inom etmoqchi. Tadbirda Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi janob Yui Sujun ishtirok etdi va Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi samarali hamkorlik haqida gapirdi. Professor, o'qituvchilar va talabalar bilan muloqotda bo'ldi. Universitet uchun sovg'a qilingan uskunalar, professional 4K kameralari, intellektual yoritish tizimi, virtual studiya texnologiyasi, professional eshittirishlarni nazorat qilish uskunalari va studiya audio tizimi, bularning barchasi media sanoatida bugungi kunda keng qo'llaniladigan ilg'or texnologiyalardir. O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori professor Sherzodxon Qudratxo'jadan eksklyuziv intervyu oldik. Sohasida bizda bugun jurnalistikadan tashqari siyosatshunoslik, sotsiologiya, psixologiya va filologiyalar bor. 9 filologiyamizdan biri bu masalan bizda turk filologiyasi bor, koreys filologiyasi bor, bu Xitoy filologiyasi. Va biz bugun yangi jihozlar olib ko'rib turibsiz. Bu bizga talabalarga dars olishda osonlashtirish, darsni qiziqarli va kreativ o'tishi uchun yangi texnologiya va bizni kelayotgan yilgi bir rejamiz bor. Biz avlodni o'rganish laboratoriyasini qurmoqchimiz va ikkinchisi sun'iy intellekt laboratoriyasini yaratamiz. Men o'ylaymanki, shu biz Xitoy Xalq Respublikasidan olgan va katta rahmat aytaman Osiyo Transgaz kompaniyasiga. Ular birga shu Xitoy bilan qo'shma hamkorlikda qilindi bu. Bizga shu talabalarimiz uchun sifatli, malakali dars berish uchun jihozlar bilan ta'minlashdi. O'ylaymanki, kelayotgan yil O'zbekiston va Xitoy o'rtasida ham kuchli hamkorlik yili bo'ladi. Yildan yilga bilasiz, Xitoy Xalq Respublikasini dunyodagi o'rni oshib boryapti. Dunyodagi umuman salmoq oshib boryapti. Bugun dunyodagi har 3-4-chi ishlab chiqarilayotgan mahsulot Xitoy Xalq Respublikasida bo'lib keladi. Bizda yaxshi bir hadis bor, ilm o'rganishi hatto chinmochinga borgan deb. Chinmochin bugun o'zimizga kelib turibdi. Biz bundan unumli foydalanishimiz kerak. Va biz talabalarimizni dunyodagi eng kuchli talabalar, eng bilimli talabalar bo'lish uchun aynan shu yo'l orqali borishimiz to'g'ri. Ujroq rektori professor Sherzodxon. Rahmat. Albatta zamonaviy texnologiya bilan jihozlangan studiyalarda ish olib borish albatta bugungi kunning talabi. Dunyo talablaridan qolishmaydigan, dunyodagi hech qaysi birorta mamlakatning televideniyasi, xorijiy televideniyalardan qolishmaydigan mutaxassislar tayyorlashimizda albatta bugungi kundagi raqamli texnologiyalar, zamonaviy televizion texnologiyalari, televizion dizayn va boshqa ilm, fan yutuqlari albatta qo'l kelishiga ishonamiz. Oddiy fikr, Dadaxon Yoqubov, Toshkent, O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti.